To'xtab qolsam-chi, sen menga hech qachon rahmat demaysan, to'g'rimi? Har kuni seni tirik tutish uchun 100 ming marta urilaman. Stress paytida men mashina motori 200 tezlikda ketayotgandek ishlayman. Tormozim yo'q. Meni kuydirib boryapsan. 7000 litr qon haydayman. Bu butun boshli benzovoz sisternasi degani. Yurak og'rig'i har doim chap tomonda bo'lmaydi. Ba'zan u qo'lda boshlanadi. Ba'zan umuman og'riq bo'lmaydi, faqat charchoq. Mening signallarimni eshit, nafas qisishi, qo'llarning muzlashi, tanchlik bosishi, to'satdan charchoq. Bular hazil emas. Meni tinglamoqchi bo'lsang, shularni qil. EKG mening ritmimni aytadi. EHO qanchalik charchaganligimni ko'rsatadi. Troponin qanchalik shikastlanganimni ochadi. Men sening jigaringman. Har kuni yog'li palov, somsa, fast food, kechalari esa energetiklar va gazli ichimliklar. Ko'zlaringni olib qochma, aynan senga gapiryapman. Bu yuzimga qara. Bu charchoqni ko'ryapsanmi? Qoningni filtrlashga ulgurmayapman, qoningni tozalayman, zaharlarni neytrallayman, metabolizmni boshqaraman. Ahvolimni bilmoqchi bo'lsang, eslab qol. ALT, AST va bilirubin.